Okalar, sizlardan iltimos, avtokritika umuman mashina xarid qilmanglar. Hozir sizlarga polniy batafsil nimaga unaqa deyotganimni tushuntiraman. Даже men buni ham 100 dollarga qo'yib yuborganman, Gentra mexanikani. Men Cobalt'im 24-yil avtomatik korobka, bu ham 100 dollar. Nimaga aytayapman? Buni sababi ba'zi bir odamlar kelyapti, boshlanish to'lovmanda vashcha arzon-ku. Oylik to'loviga qurbi yetmaydi. Prosta qo'lida shu 100 dollar bor, kelyapti, mashinani xarid qilyapti. Undan keyin oylik to'lovlari kelganda ozgina qiynalib qolyapti. Iltimos, mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, xodiy avtoga kelib mashina xarid qilmang. Boshqa joydan qattan olsangiz oling. Qattan olsangiz oling. Men hech qanaqa to'sqinlik qilmayman. Prosta mendan kelib olmang, iltimos. Ko'chada Yandex qilmoqchimisiz? Mendan kelib olmang, akajon, iltimos. Menga har xil gaplar kerak emas. Ertaga nariyoqqa borganimda ham menga har xil gap, so'z, boshqa balobatlar, mayda-chuyda gaplar kerak emas. O'shaning uchun qurbingiz yetadimi? Qo'lingizni kuchingiz bormi? Belingizni kuchingiz bormi? Javob berasiz mashinani to'lab tashlashga, o'shanda kelib oling. Iloji boricha vashcha olmang. Naqd pulingiz bo'lsa, naqdga oling. Naqd pul yig'a olmayotgan bo'lsangiz, keling, oyiga yaxshi pul topadigan bo'lsangiz, mana shu mashinani olib ketsangiz bo'ladi. Даже men bilan 350 dollar bilan qo'yib tashlaganman, akalar. Hammasi arzon mashinalar menda. No, lekin kelayotganingizda iltimos aka, oylik to'lovga qurbingiz yetadigan darajada keling. Oylik to'lovga qurbingiz yetmasa, umuman mendan tugul boshqa yo'ldan olmang. Mendan olmasangiz ham roziman. Kommentariyaga har xil odamlar yozadi-da. Men tushuntiraman, har bitta o'sha mendan olgan odamlar bor. Har bittasiga tushuntirganman. Aka, oylik to'lov yaxshi to'lay olasizmi? Muammo bo'lmaydi. Men birinchi so'rayman. Xuddi arendator qanaqa beradi bilasizlarmi? Xuddi arendatorga o'xshab so'rayman. Chunki bu mashinalar, mana akalar, men ochiqini aytaman. Mendan chiqib ketdimi sizga bank, через bank chiqarib yubordim, bo'ldi. Menga o'zi qizig'i yo'q. Siz olib ketdingiz, bo'ldi. Menga o'zi qizig'i yo'q. No, lekin sotayotgan paytim juda ham qiziq. Siz to'lay olasizmi, yo'qmi? Sababini aytaman, akalar. Ertaga nariyoqda menga har xil gap so'zlar kerak emas. Oldingizmi, to'lovini qiling, maza qilib olib haydang. O'shaning uchun ham iloji boricha o'zingizni statusingiz bor, yaxshi mashinalarni xarid qiling. Xarid qilishga qurbingiz yetmaydimi? Oylik to'lovni to'lay olmaysizmi? Unda umuman mendan kelib turib, mashinalar iltimos xarid qilmang.